Assalomu alaykum azizlar. Bugungi video darsimiz qalamcha qilish uslublari haqida bo'ladi. Qalamcha qilish uchun birinchi gulimizni yaxshi mana qalamdek keladigan yaxshi novdasidan yon qismidan tanlab olamiz. Mana Floribunda Prince Monaco. Mana hozir mana yon tomondan mana shu gulini qirqamiz. Mana shu qirqib olamiz yon qismida. Mana Chaykovskiydan olamiz yon qismida yaxshi ko'rinishi uchun. Mana bokovoy qismidan olamiz. Ochilib bo'laydigani yoki ochilganiga 4 kun 5 kun bo'lganini olamiz. Hozir buni ham qirqamiz. Yana so'rashgan edi, kurtak qalamchalar qanaqa qilasiz, qanaqa bo'ladi deb. Shu bilan yo'tiq bilan tushuntiring deyishgan edi. Shuni tushuntiraman. Qarang. Mana yangi chiqyapti. Yangi chiqayotganlari. Yangi chiqayotganlarini faqat meniki tag qismi ko'rsa yaxshi kun. Meniki tag qismi qattiqroq bo'lishi kerak. Mana shulardan olamiz. Buni erta bahorda gullari bitta pochkasidan, ikkitadan, uchtadan bo'lib chiqadi. Shuni bitta baquvvatini qoldirib, yondagi ikkitasini olib tashlaganingizdan qilsangiz bo'laveradi erta bahorda mart oyida. Hozir ham qilsa bo'ladi. Uchun hozir men sizga ko'rsataman. Mana hozir mana shunisini olaman. Mana shunisini. Hozir men bitta qo'llaman. O'shaning uchun sal qiyinroq. Men ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Yangi chiqayotgan. Mana yangi chiqayotgan. Faqat tag qismi, paypoq qismi, oyoq qismi qattiqroq bo'lsa bo'ldi. Mana qalamchalarimizni ham tayyorlab oldik. Hali tayyorlamadik, to'g'ri uzib keldik. Birinchi shu qirqishdan oldin, qalamcha qilishdan oldin birinchi men spirtimiz bilan hamma nimalari обработка qilasiz. Mana qaychilari, pichoqlari yaxshilab обработка qilib turib, keyin qirqiladi. Bizga stimulyator uchun menga aloe vera kerak. Mana aloe vera o'zimda bor. Men hech qanaqa parnivin sotib olmayman. O'zimda aloe veradan to'g'ri aloelardan katta nima to'yalarda bor, shulardan foydalanaman. Birinchi mana kurtak qalamcha haqida gapiraman. Mana men tayyorlab olib keldim, uzdim. Yaxshilab e'tibor berib turing. Mana oyoq qismida, mana oyoq qismi qattiqroq bo'lsa bo'ldi. Mana oyoq qismi. Men pastdagi mana kichkina bakchalarni sekin olib tashlaymiz-da. Keyin turpog'imizga yaxshilab tayyorlab nimalarga solamiz, tuyalarga solamiz. Mana turpog'imiz juda yengil turpoq qilinadi. Yengil turpoq. Ko'rib turibsiz, buning ichida 50% biohumus bor. 30% nima bor, to'g'ri садовая земля, mana bog' o'zimiz to'g'ri turpog'imiz bor. Ozgina kul solamiz. O'sha antiseptik bakteriyalar o'ldirishga, ildiz olishga yordam beradi. Agar sizda bo'lsa 10% perlit yoki vermikulit. Yaxshisi vermikulit qo'shganingiz ma'qul. Vermikulit bilan perlitning farqi nima? Perlit bu oq, u faqat turpog'i yengil qilib beradi, lekin namlikni ushlab turmaydi. Vermikulit yiltiroq, tilla rangga o'xshagan bo'ladi. U turpoqdagi namlikni ushlab berib turadi. Bizga qalamchalarimiz uzoq turadi. Men masalan bundaqa 1 litrli idishlarga qilaman.
unaqa juda ko'p qilmayman. O'zim shunchaki o'zim uchun sotish uchun juda ko'p qilmayman. Hammasidan bir 4-5tadan qilaman xolos. Shuning uchun men 1 litrlik nimalari, yo'mqishlari, tuvalari tayyorlab olamanda. Shu bilan ildiz o'tib 1 yilgacha shuda turadi. Katta bo'lib, bo'ylari cho'zilguncha mana shularda turadi. Shuning uchun vermikulitni qo'shganingiz ma'qul. Bo'lmasa perlit qo'shasiz. Menda perlit ham, vermikulit ham yo'q. Shuning uchun men turpoq, biohumus qo'shdim va ozgina kul qo'shdim. Bo'ldi, menga shunisi yetadi. Baribir ustiga parnichok qilamiz, bakalarga to'ntaramiz. Hozirgi qalamchamizni, demak, kurta qalamchamizni aloe vera suviga yaxshilab sokiga yaxshilab tekizib turib, 3 qismini mana tuvagimizga joylab qo'ydim. Men bitta qo'lda bo'lgani uchun shuning uchun tayyor holatini ko'rsatyapman. Shunchaki oyoqchasini ko'masizda tag qismini qo'lda ozgina bosib qo'yasiz. Ko'rdinglar mana, sekin-sekin, ozgina qattiq bosilmaydi, ozgina bosib turib, shu bilan parnik qilasiz, ustiga baklajka to'ntaramiz. Mana qalamchamizni soldik, ustiga parnik qildik, baklajka to'ntarib turib, yozib qo'yamiz. Mana nomini yozamiz: Yubiley Prinsda Monaco, 2-oktyabr 2025-yil. Qolgan qalamchalar ham xuddi shunaqa qilib yozib, albatta ustini parnik qilgandan keyin yozib qo'yamiz. Bu oylar turgandan keyin siz alohida kichkinada ildiz ottirib, keyin boshqaga olishingiz ham mumkin. Men ildiz otgandan keyin bezovta qilgim kelmaydi-yu, biralo o'zini mana shu 1 litrli idishga